kitob reklamasi, mana kitob. Qora pul imperiyasi. Bu kitobni o'qigandan keyin pulga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Ya'ni hayotda pul uchun emas, ya'ni nimadir yaxshilik qilib yashash muhimligini tushunib yetasiz. Endi ovoz yaxshi, o'sha Denis Diderot degan faylasuf bo'lgan, fransuz faylasuflaridan shuni nomiga Diderot effekti degan falsafiy qarash nomiga qo'yilgan. Diderot effekti. Bu nima degani? Diderotning katta kutubxonasi bo'lgan. Rossiya malikasi Yelizaveta II xonaga katta pul taklif qiladi. Ba'zilar sotgan deydi, ba'zilar sotmagan deydi, lekin muhimi shu kutubxona to'g'risida. Xonadagi kitoblariga, ya'ni katta miqdorda pul olgan Diderot uyda o'tirganida o'rtog'i anaqa sovg'a qiladi, pijama. Juda go'zal, chiroyli pijama sovg'a qiladi. Bu pijamani kiygandan keyin pijamaga o'tirgan kursisi mos tushmay qoladi. Kursini almashtiradi. Kursiga gilam mos tushmay qoladi. Gilamni almashtiradi. Gilamga pol to'g'ri kelmay qoladi. Polni almashtiradi. Polni rangiga devor to'g'ri kelmay qoladi. Devorga pardani almashtiradi. Bitta pijama deb butun boshli uyni yangilashga majbur bo'ladi. Yangilab bo'lgandan keyin qarasa, nima bo'ldi? Pulsiz qoldi. O'shanda aytgan, meni rasvo qilgan pijama deydi. Eski pijamani kiyib yurgan paytimda, eskisini kiyib yurganimda hamma narsa menga xizmat qilardi. Hozir yangi pijamani kiyganimdan keyin men bularga xizmat qilyapman degan gapi bor. Bu iqtisodda bor narsa, ya'ni ehtiyoj odamlarni xarajatga majburlaydi. Xarajat odamlarni o'ziga qul qilishga olib boradi. Bu effektdan qutulish uchun, ya'ni biz hamma narsani uchiga to'g'ri keltirib moslashga majbur emasmiz. Ana shu effektdan saqlanishimiz kerak.